Navoiyzod aksiyadorlik jamiyati xodimlari o'rtasida rahbar kubogi uchun Zakovat intellektual turniriga start berildi. Qiziqarli bahsga guvoh bo'lgan muxbirimiz lavhasi tadbir tafsilotlari haqida. 14 ta jamoa bilim, qat'iyat, g'alabaga bo'lgan ishonch va g'oliblar safida bo'lish istagi. Kimyogarlarni bir manzilda jamlagan intellektual turnir soha vakillarining tezkorligi, chaqqonligi, mantiqiy fikrlashini yana bir bor sinovdan o'tkazishga xizmat qildi. Sog'lom raqobat nafaqat bilimlilarni saralash imkonini berdi, balki kasb fidoyilarida birdamlik, hamjihatlik, jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini namoyon etishda ham muhim o'rin tutdi. Bu an'ana qariyb 2 yildan beri davom etmoqda. Ko'zlangan maqsad yoshlarimizning ishchi xodimlarimizning bilimini, saviyasini yanada oshirish uchun qaratilgan. Bu turnirimiz 4 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisi ishlab chiqarish sex xodimlari o'rtasida tashkil etilib, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin olganlar ikkinchi bosqichga o'tadi. Keyingisi bo'lim va boshqarma xodimlari o'rtasida tashkil etiladi. Bunda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin olganlar keyingi bosqichga o'tadi va uchinchi bosqichi boshqaruv raisining o'rinbosarlar o'rtasida tashkil etiladi. Bunda ham har bitta jamoada 6 tadan ishtirokchi, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin olganlar final bosqichida ishtirok etadi. Turnir davomida berilgan savollarga tezkorlik bilan aniq javob bergan jamoalar orasidan g'oliblar aniqlandi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rinni 913-sex vakillari egallashdi. 2-o'rin 201-sex xodimlariga nasib etdi. 1-o'ringa 68-sex mutaxassislari sazovor bo'lishdi. Uchala jamoa vakillari ham intellektual bellashuvdagi bahsni final bosqichida davom ettirish imkonini qo'lga kiritishdi.